Hammasi Jangyan avtobusda ko'zini ochganidan boshlanadi. Atrof to'la maktab o'quvchilari. U darhol anglab yetdi u o'tmishga qaytib qolgan. Tengdoshlari bilan birga ekanini ko'radi. Bu aynan bitiruv kechasi ekanini eslaydi. Hammasi endi boshlanadi. Nanyong Demon Cave stansiyasiga ketishyapti. U yerda ularning qobiliyatlari uyg'onishi kerak. Shahar vayron bo'lishiga hali 2,5 yil bor. Hali hammasini o'zgartirish mumkin. Voqealar rivoji esa 12 yil avval boshlangan. To'satdan dunyo bo'ylab Demon Cave darvozalari ochilib ketdi. Nanyong shulardan biri edi. Ichkaridan chiqqan vahshiy mahluqlar odamlarni qirgin qila boshladi. Insoniyat o'zini himoya qilish uchun majburan o'sha orlarga kirdi. Ammo dahshatli haqiqat fosh bo'ldi. Or ichida oddiy qurollar ish bermaydi. Chunki mana ularni ishdan chiqaradi. Keyin esa insoniyat bir narsani payqab qoldi. U 18 yoshga to'lgan har bir insonga o'r ta'sirida bo'lsa, o'ziga xos qobiliyatlarni u yotib, yirtqichlarga qarshi kurasha oladi. Uyg'onganlar bir necha yillik qonli janglardan so'ng demonlarni orlarga qamab, qarshi hujumga o'tishga erishdi. Shundan beri har bir bitiruvchi maxsus klass otish uchun orga kelishi shart. Klasslar 3 turga bo'linadi: do'stlar, yordamchi va hunarmand. Tabiiyki, jangchilar elita. Yordamchilar esa ikkinchi o'rinda. Hunarmandlar esa doim so'yadi. Hammadan past nazar bilan qaraladi. O'tgan hayotida Yan aynan F-rank hunarmand klassini o'tgan edi. Ammo u boshqalardan farq qilardi. Chunki uning ichida xudo darajasidagi kuch modify o'zgartirish bor edi. Bu qobiliyat har qanday skill yoki buyum nomini o'zgartirib, uni xazina yoki axlatga aylantira olardi. 60da bu kuchini oshkor qilishi bilanoq kattalar uni o'z qo'liga oldi. Ular Yan yordamida eng kuchli skill va jihozlarni tayyorlatdi. Yan keraksiz buyumlarni bebaho artefaktlarga aylantirib berdi. Ammo bu kuch ularni qo'rqita boshladi. Uni qamogida saqlashdi. Rivojlanishiga yo'l qo'ymay, boshqarishga urinishdi. Hammasi bir kechasi 96 darajali ajdarho paydo bo'lganida o'zgardi. Bunaqasi tarixda hali kuzatilmagan edi. O'sha kuni Yan 70 darajaga yetgan edi. Endigina kuchlilar qatoriga qo'shilayotgan payti u tushundiki, uni nazorat qila olmagach, maxluq orqali yo'q qilishmoqchi bo'lishdi. Limdan oldin u o'z tirilish skillini qayta tug ilishga o'zgartirdi va mana u qaytdi. Endi Yan hech kimga ishonmaydi. Faqat o'ziga. Bu hayotda nimalarga qodirligini hech kimga bildirmaydi. Oila va do'stlarini asrab, jimgina kuch ishni reja qildi. Oradan ko'p o'tmay ular Nanchiyong shaharovchilar assotsiatsiyasiga uyg'onish maydoniga yetib kelishdi. Ba'zi o'quvchilar hayajonda, kuchli qobiliyat otishiga ishonchi komil. Boshqalar esa axlat klassga tushib qolishdan dahshatda. Hamma esa Yan tomonda ham o'qishdi. Ham jangda eng zo'ri, deyishlaricha. U tugma mana energiyasiga to'la bo'lib tugilgan. Shu boisiz uni daho deb atashadi. Talabalar u kuchli jangchi sinfiga ega bo'lishiga amin. Ammo maktabda ikkinchi o'rindagi Yong Hongwei Yan muvaffaqiyatiga havas qiladi. U esa Yan axlat sinf bilan chiqishiga ishonchi komil. O'qituvchi Yan birinchi bo'lib chiqishini aytadi. Boshqalarga namuna bo'lsin deb. Unga kristalga qo'l qo'yishni buyurishadi. Bu uning sinfini ochib beradi. Ritsarlar uni chaqirishadi. Yan esa ishonch bilan oldinga chiqadi. Ammo u asabiy emas. Chunki hammasi qanday tugashini biladi. Talabalar va hattoki o'qituvchi ham kuchli sinf uyg'onishini kutishmoqda. Ayniqsa, hunarmandchilik sinfi chiqmasin deb duo qilishyapti. Bu eng yomoni. Biroq Hungi bu shunchaki axlat sinf bo'lishiga ishonadi. Yan kristalga tegadi yorqin nur chaqnab. Uning sinfi Tinkerer ekanligi chiqadi. O'zi kutganidek. Bu F darajali hunarmandchilik sinfi. Buni ko'rgan zahoti hamma shok holatiga tushadi. O'qituvchi boshini ushlab qoldi. Shuncha mehnatkash bola qanday bunday bo'ldi deb. Hungi va uning to'dasi esa boshqacha holatda. Qotib-qotib kulishdi. Chunki Yan uchun bundan yomoni yo'q edi. Hungi o'zini baxtli his qiladi. Chunki u har doim undan ustun bo'lgan Yanni ortda qoldiradi. Ritsarlardan biri uni yupatib, Tinkerer Farmer sinfidan yaxshiroq deydi. U shunday deydi. Buni ishlatib do'kon ochib,
Jihozlarni ta'mirlab pul topsa bo'ladi. To'satdan. Kristal yana reaksiyaga kirishadi, hamma hayratda. Demak, u ikkinchi sinfni uyg'otyapti. O'qituvchi buning naqadar kamyobligini gapiradi. Ikki sinfga ega bo'lish daho ichra daho bo'lish degani. O'qituvchi ikkinchi, sinf birinchisidan yaxshiroq bo'lishiga ishonchi komil. Aynan o'sha paytda panelda Farmer sinfi paydo bo'ladi. Bu ham Tinkerer kabi F darajali ekan. Hamma qotib qoladi. Chunki Farmer Tinkererdan ham foydasizroq. Xungi kulgidan yerga yiqilayozdi. Aytgani aynan shunday chiqqaniga ishona olmaydi. Hamma birdaniga. Uni omadsiz deb atab, achinish va hamdardlik bildira boshlashadi. Ammo Yan ich-ichidan xursand bo'ladi. U uyg'ongan sinflari axlatligini biladi. Lekin uning iste'dodi bu juda kuchli qobiliyat. Tinkerer va uning o'zgartirish qobiliyati bu nomdagi bir harfni o'zgartirib, predmet kuchini o'zgartirish. O'zgartirgandan keyin egasi yangi nomga mos qobiliyatga ega bo'ladi. Jihoz yoki buyum ham yangi nomga moslashadi. Agar o'zgartirish nishoni Yanning o'zi bo'lsa, muvaffaqiyat 100%. Ammo nishon darajasi undan yuqori bo'lsa, har bir daraja uchun 10% ga kamayadi. Farmer sinfi va uning o'sish qobiliyatiga kelsak, bu o'simlik o'sish tezligini 110% ga oshiradi. Bu ham nishonni. Shu jumladan Yanni davolaydi. Ammo mana tiklanmaydi. Bu qobiliyatdan oqilona foydalansa, u eng katta yutug'iga aylanadi. Yangi talabalar reytingiga qaraydi. Va ikkala ro'yxatda ham birinchi o'rinni olishga qasam ichadi. U hammaga F darajali sinfdan qo'rqish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'ymoqchi. Birinchi o'rin bu shunchaki maqom emas. Bu ulkan resurslar degani. Uning maqsadi esa aniq. O'z kuchiga tayanib, bu hayotda eng kuchlisiga aylanish. Yangi uyg'onganlar uchun maxsus mashg'ulot bazasi bu yerda tajribasizlar o'z darajasini oshiradi. Aslida bu yer odamlar tomonidan ko'paytirilgan zaif mahluqlar bilan to'la. Xavfsiz, qulay va tajriba orttirish uchun eng zo'r joy. Agar kimdir rekord vaqtni yangilasa tamom. Viloyat turnirida qo'shimcha ballar cho'ntakda. Bu esa nufuzli universitet eshiklarini ochuvchi oltin kalit. Jan bazaga kirib keldi. Lekin uning maqsadi shunchaki daraja oshirish emas. U rekordni yer bilan bitta qilib, universitet yo'llanmasini qo'lga kiritmoqchi. Kirish eshigiga yetib kelgan zahoti nazoratchi Ritser uning profilini tekshirib, 10 mingdan bir chiqadigan ikki xil klass egaligini ko'rib qotib qoldi. Biroq ikkalasi ham past darajali. Ritser undan qayta so'rashga majbur bo'ldi. Haqiqatan ham yolg'iz kirmoqchimisan? Shunchaki yolg'iz o'zi. Ritser tushuntirishga urindi. Bu atigi birinchi bosqich bo'lsa-da, hazilakam joy emas. Ritser unga sinfdoshlar bilan birga kirishni maslahat berdi. Ammo Jan qaror qabul qilgan edi. Shunchaki jihozlarni berishini talab qildi. Ritser ichida Jan haqida achinish bilan o'ylardi. U uyg'onishdan avval ham o'qishda, ham jangda peshqadam bo'lgan. Shuning uchun ham reallikni qabul qilishi qiyin. Ritser unga boshlang'ich jihozlarni uzatdi. Jan esa temir qilichning o'zidan ajablandi. Hatto charm etik ham berishdi. Jan Ritser unga rahmi kelayotganini tushundi. Etik tezlikni 3 punktga oshirar edi. Ritser yordam bermoqchi bo'lsa-da, Jan uni kamsitayotganini aniq sezdi. Mashg'ulot hududiga qadam qo'ydi. Ritser orqasidan qichqirdi. Agar quyonlar hujum qilsa, yordam so'rashdan uyalma. Jan esa ishonch bilan javob berdi va eslatma uchun minnatdorlik bildirdi. Maydonga yetib borish arafasida Jan qilich va etiklarni modifikatsiya qilib, kirib borish kuchini va harakat tezligini oshirdi. Aslida u muqaddas yoki iblis qilichiga aylantira olardi. Lekin hamma yoqda kameralar bor. Tavakkal qilib bo'lmaydi. O'tmishdagi xatoni takrorlab, iste'dodini ko'rsatib qo'yish niyati yo'q. Birinchi darajali jihozdan mo'jiza kutib bo'lmaydi. Ammo hozirgi holatida bu yetarli ham. Lekin uning imkoniyatlari uchun bu shart ham emas. Baza 3 qismga bo'lingan. Oddiy, ilg'or va boshqa hududi. Oddiy hudud shunchaki mashq uchun. Kimga qiyinroq sinov kerak bo'lsa, ilg'or hududga o'tadi. Rekord o'rnatish uchun esa boshliq qismiga borib, kristalli quyonni yanchib tashlash kerak. Bu quyonlar birinchi darajali mahluqlar. Boshidagi kristalli qobiq bilan ular qattiq zarba beradi. Jahli esa juda yomon.
Jan to'g'ridan-to'g'ri 5-darajaga chiqishni rejalashtirgan. Buning uchun kamida 100 ta quyonni yo'q qilishi shart. Ko'z ochib yumguncha maxluqlar unga qarab otilib kelishdi. Yan tayyor. 5-darajaga yetish uchun shart. Whirlwind Wolf Base bosqichini yengishim kerak. Yangilar uchun bu joy haqiqiy do'zax. Lekin men uchun darajamni oshirishning ayni o'zi. Quyonlar tomon otildim. Qilichim birin-ketin ularni yer tishlatyapti. Qiynalmay qarayapman. Shekilli, bittada 10-darajaga ham yetib olaman. 10-daraja bu yangi qobiliyat degani. Aynan shu orqali kuchli maxluqlar yarataman. Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Kuchayib ketyapman. Xongining uyg'onish jarayoni boshlanganini esladim. Bilaman, u uyg'onishi bilan birinchi bo'lib meni izlab topadi va boshimga tashvish ortadi. Bashoratim to'g'ri chiqdi. Xongi maydonga chiqdi. Sinfini aniqlamoqchi. U yerdan mening sinfimdan balandroq narsa chiqishini ibodat qilib kutmoqda. Kristal qattiq yondi adarajali jangchi sinfi. Berserker chiqdi. Xongi quvonchdan o'zida yo'q. Nihoyat meni yengdim deb o'ylayapti. Atrofdagilar hayratda. Axir u doim men tufayli 2-o'rinda qolib ketardi. Xongi bo'lsa hammaga maqtanib, endi birinchi o'zimman deb baqiryapti. Atrofidagi yaloqorlar ham uni maqtab. Nihoyat meni ortda qoldirgandan quvonishmoqda. Ularning nazarida men shunchaki axlatman. Meni topa olishmayapti. Xongining kuchi oshib ketganidan qo'rqib, biror yerga berkinib oldim deb o'ylashyapti. Kimdir Xongiga meni boshlang'ich mashg'ulotlar bazasi tomon ketganimni aytdi. Xongi darrov ortimdan borishni taklif qildi. U yerda qiynalib yotibman deb o'ylayapti-da. Tentak. Go'yoki yordam bermoqchi bo'lib ketishyapti. Lekin o'qituvchi ularning asl maqsadini biladi. O'qituvchi esa meni o'ylayapti. Qancha mehnat qilganimni o'zi ko'rgan. Dars paytida qanchalik tirishganimni. Kechalari tinim bilmay. Jang san'atini mukammallashtirish uchun o'zimni o'tga cho'qqa urganimni biladi. Mana trening xonasida. Og'riq darajasi eng yuqori bo'lsa ham, bir og'iz ham shikoyat qilib, sado chiqarganimni ko'rmagan. Shuncha mehnat bilan nega shunchaki oddiy sinfga ega bo'ldim ekan? Lekin olomon orasida binafsha sochli bir yigit bor. Oddiy sinfim meni to'xtata olmasligini biladi. Bu yigit Wang Qingfan, mening abadiy raqibim. Jangda ham mendan keyingi 2-o'rinda turadi. Sahnadagi qatiyatimni ko'rib, u menga tan bergan edi. Xongi menga tashvish keltirmoqchi bo'lgani uchun Qingfan ham ortlaridan ketdi. Chunki u meni faqat o'zi bezovta qilishni xohlaydi. Boshqasiga bermaydi. Agar Xongi menga qo'l tegishsa, uni o'zi jazolashga tayyor. Shu payt bazida 100 dan ortiq quyonni yer tishlatib bo'ldim. Lekin zaif tanam bu og'irlikni zo'rg'a ko'taryapti. Baribir taslim bo'lmayman. Oldinda faqat quyonlar shoxi qoldi. Bu hududni tozalab 5-darajaga ko'tarilaman. Quyonlar shoxi 5-darajali maxluq. Boshi juda qattiq. Kristalli qobig'i bor va zarbalari bilan kuchli zarar yetkaza oladi. Hozir esa 4-darajadaman va ancha jarohatlanganman. Quyonlar qiroli bilan hozir to Gridan to Gri jang qilsa, mag'lub bo'ladi. Lekin uning allaqachon g'alaba qozonish uchun rejalari tayyor. Quyon ozining maxsus hujumi olovli kalla kuyish bilan yaqinlashganda, Yan kutilgan ishni qiladi. U quyonning skillini olovli kalla kuyishdan olovli kalla portlashga o'zgartiradi. Bu skill quyonning peshonasidagi kristalni darhol portlatib yuboradi. Natijada ham dushmanga, ham quyonning o'ziga juda katta zarar yetadi. Yan yaqinlashishidan oldin kristal portlaydi va qirol quyon shu zahoti oladi. Quyonni yo'q qilib. Yan kutilganidek 5-darajaga ko'tariladi. Aynan shu onda E'lonlar taxtasida rekord yangilangani haqida xabar chiqadi. Yan quyonlar qirolini 36 daqiqada yengdi. Talabalar bunga ishonmay qotib qolishadi. Chunki o'tgan yili rekord 1 soatdan oshiq edi. Xongi buni tan olgisi kelmaydi. Yan qandaydir hiyla ishlatgan deb o'ylaydi. U Yan ortidan borib, hammaga uning soxta ekanligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Quyonlar bilan ishi bitgach, Yan navbatdagi bosqichga o'tish vaqti kelganini tushunadi. Boshlang'ich mashg'ulot bazasi quyonlarnikiga qaraganda ancha xavfli. Yo'lga tushishdan oldin esa u o'zini tuzatish uchun skillidan foydalanib oladi.
Endi uni bo'ronli bo'rilar kutmoqda. Otgan hayotida bo'rilar qiroli unga juda ko'p muammolar tug'dirgan edi. Ammo bu safar u bo'rilar qirolini jazolashni va qasos olishni maqsad qilgan. Bir ozdan so'ng u bo'ronli bo'rilar joylashgan bazaga yetib keladi. Bu yerda oddiy bo'rilar 6 va to 9 darajalar o'raligida. Bo'rilar qirol esa 10 darajaga yetadi. Holbuki, birinchi kurs talabalari hali 1 va 5 darajalar orasida xolos. Oddiy yangi o'quvchi uchun bu bazani tanlash o'zini o'limga tashlash bilan barobar. Bo'ronli bo'rilarning kuchi haqiqatan ham dahshatli darajada yuqori. Lekin evaziga beriladigan mukofotlar ham shunchalik katta. Agar bu bazada omon qolsangiz, boshqa joyga qaraganda ancha ko'p tajriba olasiz. Hozir u 5 darajada. Agar qirolni yengsa, darhol 10 darajaga chiqib oladi. Oddiy sharoitda yangi o'quvchi 10 darajaga yetishi uchun 10 kun kerak. Lekin bazani bir marta tozalashning o'zi 10 darajani taqdim etadi. 10 darajaga yetgach, ikkinchi tugma qobiliyatni ochish va yovvoyi tabiatda yolg iz mashq qilish huquqini olish mumkin. Bu imtiyozlarning ikkalasi ham Yan uchun juda muhim. Shuning uchun u qanchalik tez bo'lsa, shunchalik yaxshi ekanini biladi. Baza eshigiga yetib kelganida, u oldingi bazadagidan farqli o'laroq qo'pol ritsar bilan to'qnashadi. U Yan bazaga yog' iz kirmoqchimi deb mazax qiladi. Axir u yerga hatto kuchliroqlar ham 6talik guruh bo'lib kiradi. U hatto arang klassiga ega bo'lgan daho talaba ham buni yolg' iz uddalamoqchi bo'lganini eslatadi. Ammo u yomon jarohat olib, ortga qaytishga majbur bo'lgan. U imtihonlarda qatnasha olmay qolgan. Shu bois, ritsar Yan kabi keraksiz odam buni uddalay olishiga ishonmaydi. Yan ogohlantirish uchun ritsarga rahmat aytadi. Ammo fikrdan qaytish niyati yo'qligini ochiqchasiga bildiradi. Ritsar esa uni o'limga qiziqayotgani uchun to'xtatib o'tirmasligini aytadi. Yanni yana kamsitishgani uni umuman ajablantirmadi. Lekin u kimdir gapirdi deb ortga chekinadigan yigitlardan emasligini yaxshi biladi. Jan ishonch bilan mashg'ulot bazasiga otildi va bo'rilar tomon yugurdi. Balkonda turgan ritsar hayratda. Jan bo'rilarga qanday shiddat bilan tashlanayotganini ko'rib qotib qoldi. U Jan shunchaki o'zini o'limga mahkum qilayotgan tentak deb o'yladi. Ammo ko'p o'tmay Jan yirtqichlarni xuddi o't o'rayotgandek qirib tashlayotganini ko'rib, qanchalik yanglishganini angladi. Ritsar hayratdan tergib o'tdi. Axir Jan hattoki maxsus qobiliyatlarini ishlatmay, bo'rilarni shunchaki o'yinchoqdek o'ynatmoqda. Bu holat uni Jan haqiqiy dahomi deb o'ylashga majbur qildi. Jan yirtqichlarning jasadlaridan ulkan uyum hosil qildi. Shu lahzada ritsar Jan shunchaki oddiy yigit emas, balki haqiqiy kuch to'plami ekanligini tushundi. U Jan kirib kelayotganida uni masxara qilganini esladi. Shuning uchun Jan bilan to'qnash kelmaslik uchun bu yerdan tezroq g'oyib bo'lish kerak deb qaror qildi. Jan kuch yig'ish uchun jasadlar uyumi ustida o'tiribdi. U mashg'ulot bazasi juda qiyinligini tan oldi. Agar tirilish qobiliyati bo'lmaganda, u allaqachon bir necha bor halok bo'lgan bo'lardi. Hozirga kelib u 9 darajaga yetdi. Ammo bu quyonlardan ancha kuchliroq bo'lgan bo'rilarga qarshi azobli kurashdan keyin sodir bo'ldi. Tirilish qobiliyati bo'lsa-da, tan jarohatlarining og'rig'i sira kamaymayapti. Lekin Jan bundan aslo xavotirda emas. U taqdirni o'zgartirish har doim ham oson kechmasligini yaxshi biladi. U bo'rilar to'dasini yengib bo'lgach, endi navbat bo'rilar qiroliga keldi. Aynan shu payt uzoqdan 10 darajali yirtqich bo'rilar qiroli ko'rinish berdi. Bu yirtqichning juni shamol energiyasini o'ziga tortadi. Qolaversa, u shamol pichog'i tirnoqlari qobiliyatiga ega. Bo'rining kuchini chaqqan Jan uni o'zgartirish uchun joy qolmaganini tushundi. Agar majburlab o'zgartirsa, vaziyatni yanada chigallashtirib qo'yishi mumkin. U bu vaziyatda nima qilish kerakligi haqida bosh qotirdi. Oxir-oqibat u ko'ylagini yechib tashlab, mardlarcha kurashishga qaror qildi. O'z qobiliyatlaridan tashqari, ham jangda hamon birinchi o'rinda ekanligini yaxshi biladi. O'zining kimligini ko'rsatib qo'yish uchun bo'rilar qiroliga tashlandi. Xungi va uning laganbardorlari quyonlar bazasidan zo'rg'a qutulib qolishdi.
agar yordam so'rashmaganda. Ular o'sha yerning o'zida halok bo'lishardi. Mas'ul ritsar ularni urishib berdi. Axir ular noto'g'ri. Hammani bazaviy zonada bo'lgan edi. Ular ilg'or zonaga borishgan. Aslida Xungi o'z jamoasi bilan ham xo'jayin zonasiga yetib bora olmaganidan qattiq g'azabda. U Jan buni qanday uddalaganiga hayron qoldi. Xungi Jan ayyorlik ishlatgan deb o'ylab, alamini yordamchilaridan oldi. Ularning musibati kamdek tuyuldi. Ilonlar taxtasida Jan shamol bo'rilari bazasini 58 daqiqada tozalagani haqida xabar chiqdi. Xungining yordamchilari shok holatiga tushib qolishdi. Ammo bu Xungini Jan bilan hisob-kitob qilish uchun yanada ko'proq gijgijladi. U yordamchisiga Janni qo'llab-quvvatlash bahonasida bo'rilar bazasiga borish kerakligini aytdi. Jan erishgan yutuqlarni yo'qqa chiqarmoqchi. Mashg'ulot bazasida esa Jan nihoyat o'zi ko'zlagan 10-darajaga yetib keldi. Endi u nihoyat o'zining ikkinchi tugma qobiliyatini uyg'ota oladi. Uning yangi hunarmand qobiliyati chidamlilikni, fermer qobiliyati esa o'simlik payvandlashni qo'lga kiritdi. Yan nihoyat o'sha o'simliklarni payvandlash qobiliyatiga ega bo'lganidan juda xursand. U o'zining modifikatsiya qobiliyati yordamida uni universal payvandlashga aylantirmoqda. Universal payvandlash bu eng kuchli yirtqichlarni yarata oladigan o'ta qudratli qobiliyat. Va Yan buni qo'lga kiritganidan ich-ichidan quvonmoqda. Bu qobiliyat ikki xil turdagi jonzotlarning genlarini birlashtirish imkonini beradi. Tasodifiy yo'l bilan yangi tur yaratiladi. U yo kuchliroq, yo esa zaifroq chiqishi mumkin. Hozircha kuchliroq tur yaratish imkoniyati bor yo'g'i 10% ni tashkil qiladi. Ammo mahorat darajasi oshgani sari payvandlash mumkin bo'lgan turlar soni ham ko'payadi. Bu esa o'z navbatida eng kuchli jonzotni yaratish imkoniyatini ham oshiradi. Uchun qo'yilgan shartlar biroz cheklangan bo'lsa-da, Yan xavotirda emas. Chunki bu eng kuchli qobiliyatlardan biri ekanini biladi. Kuchli yirtqichlar 2 A darajali mavjudotni birlashtirish orqali yanada qudratli bo'la oladi. Hatto S darajali dahshatli yirtqichni yaratish ehtimoli ham mavjud. Yirtqichlar murabbiysi sifatida u bilan shartnoma tuzish uchun maxsus o'ramdan foydalanadi. Yan uni o'zining eng sodiq jangovar hamrohiga aylantirishi mumkin. O'tgan hayotida Yan katta odamlar uning kuchidan o'z maqsadlari yo'lida foydalanganini eslaydi. Ammo bu safar u bu kuchni faqat o'zi uchun ishlatishga qaror qildi. Yan yo'lga chiqish vaqti kelganini tushunadi va o'z yutuqlaridan hayratda. U hatto qimmatga sotiladigan serli kristalni ham qo'lga kiritdi. Ular kamyob bo'lgani uchun qurol yarog'ga joylashtirilsa, aql bovar qilmas kuch beradi. Lekin mashg'ulot maydonidagi kristallar assotsiatsiyaga tegishli ekanini unutmaslik kerak. Ayni damda uning darajasi 10. U nihoyat yovvoyi jinlar g'origa qadam qo'yishi mumkin. U yerdan topadigan barcha kristallar va materiallar endi faqat uniki bo'ladi. Shu bilan Yan barcha moliyaviy muammolari tez orada hal bo'lishiga ishonchi komil. Aynan shu payt ko'kragidagi tirnalish o'tkir og'riq bilan o'zini eslatdi. Jarohati o'limga olib kelmasligi uchun qayta tirilish qobiliyati ham ishga tushmaydi. Shifoxonada davolanishga hatto puli ham yo'q. Demak, eng yaxshi yo'l o'lib qayta tirilish qobiliyatini faollashtirish. Ammo u buni ritsarlar ko'z o'ngida qila olmaydi. Chunki bu shubha uyg'otadi. U bir qarorga keladi. Hech kim yo'q tinch joy topib, o'sha yerda o'lishi kerak. Ko'ylagini kiyib tashqariga chiqadi. Lekin kutilmaganda juda ko'p odamni ko'rib qotib qoladi. Ular asosan uni kutib turgan talabalar edi. U rekordni yangilagani uchun hatto yuqori kurs talabalari ham uni tomosha qilgani kelishgan. Atrof to'la odam ekan. Yan qayta tirilish qobiliyatidan foydalanish imkonsizligini tushunadi. Eng yomoni shundaki, agar u hozir ko'proq jarohat olib, hamma oldida to'satdan tirilsa, hamma nimadir noto'g'ri ekanini darrov payqab qoladi. Endi uning asosiy tashvishi tomoshabinlar olomonidan qanday qilib qutulish bo'lib qoldi. To'satdan jarohatlari o'z-o'zidan bitib keta boshladi. Tepaga qarasa, esa darajali yordamchi, ya'ni muqaddas farishta unga yordam berayotganini ko'radi va kim bu ishni qilganini bilish uchun orqaga o'giriladi. Bu qiz buyuk urug'lardan biri bo'lgan
Yao oilasiga mansub Kexon ekanini tushunishadi. Talabalar esa hayratdan qotib qolishgan. Ular bunday darajadagi odam bu yerga kelishini sira kutishmagandi. Yan lol qotib qoldi. Bu qiz uning hayotini saqlab qolgan edi. U qizning oldiga minnatdorchilik bildirish uchun bordi. Axir jarohatlari butunlay oyib bo'lgandi. Uni qutqargani uchun kelajakda anjomlarini ta'mirlashda yordam berishini aytdi. Ich-ichidan esa ular kelajakda birga ishlashini juda xohlardi. Chunki uning davolash qobiliyati eng kerakli paytda qo'l kelardi. Kexin minnatdorchilikni qabul qildi va anjomlari buzilishini kutib qolishini aytdi. Hammasi joyida ketayotgandi. Totosatdan Hangvey paydo bo'lib, Yanni ayyorlikda ayblamaguncha. U bor ovozi bilan baqirib yubordi. Barchani Yanga ishonmaslikka chaqirib, uni oddiy firibgar deb atadi. U Yanning rekordini nayranglar bilan o'rnatganini-da voqildi. Janni ikki tomonlama o'yinchi deb atadi. Atrofidagilar esa bunga hayron qolishdi. Axir hunarmand klassik jangovar kuchga ega emasligini hamma biladi. Xungi mashg'ulot bazasini yolg izozi yengib, rekord o'rnatish imkonsizligini ta'kidladi. U buni faqat o'ta kuchli anjomlar yordamida amalga oshirish mumkinligini aytdi. Ammo Yan kambag al bo'lgani uchun bu uning qo'lidan kelmasdi. Xungi Yan ich-ichidan yomon ko'rardi. Yan uni halol yenga olmagani uchun pastkash nayranglarga qo'l urgan deb o'ylardi. Xungi gapida davom etdi. Agar Jan kuchli anjom sotib olgan bo'lsa, demak u hech qachon kambag al bo'lmagan. Shunchaki maktabdan pul yundirmoqchi bo'lgan. Olomon buni eshitishi bilan Yanga ilgan qiziqish sona boshladi. Shunda Yan Xungidan ayyorlik qilmaganini isbotlashni xohlaydimi? Deb so'radi. Xungi esa aynan shuni kutayotganini aytdi. U Yanni anjomlarini yechib jang qilishga chaqirdi. Yengsa aybsiz ekanligini tan olarkan. Kexon Yanni bu tuzoqqa tushmaslikka, hech kimga hech narsani isbotlashi shart emasligiga ishontirdi. Ammo Yan uning qayg urishi uchun minnatdorchilik bildirdi. Yan hech ikkilanmay Xungining chaqiruvini qabul qildi. U Xungini bir yo'la yo'q qilishni va kelajakda yo'liga GO bo'lmasligini xohlardi. Xungi mag'rurlik bilan berzerker aurasini chiqarib, katta xato qilayotganini aytdi. Xungi o'ziga ishongan holda baqirdi. Yanni shunchalik qattiq kaltaklaymanki, tishlari tokilib ketadi dedi. Xungi o'zining berzerker qobiliyatini faollashtirdi. Bu har daqiqada 1% sokliqni olib, jangovar ishtiyoqni va kuchni 30% ga oshirardi. Yan Xungini masxara qilib, uning katta gapirishini yoqtirishini aytdi. Ammo bu shijoatni bir daqiqaga ham saqlab qola olarmikan, deb qiziqdi. Jan Xungining klass farqi bilan uni yengaman deb o'ylashiga ishonmasdi. Jan jangovar holatga kirdi va Xungiga esda qolarli saboq berishga tayyorlandi. Haqiqiy kuch klassda emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Yan ich-ichidan xursand edi. Chunki mashq ulot joydan chiqishdan oldin u barcha anjomlarini asl holiga keltirib qo'ygandi. Shu sababli hech kim uning jihozlarida alati narsa borligini sezmasdi. Yan hatto o'ziga berilgan charm etikni ham yechib tashladi. Xungiga hozir ustida hech qanday anjom yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. Hangvey buni o'z foydasiga deb bilib, Yanning boshiga musht tushirish uchun yugurdi. Ammo Yan osonlik bilan zarbidan qochdi va Xungini hayratda qoldirdi. Xungi bunga ishongisi kelmay, ketma-ket musht yo'llay boshladi. Balki Yan bir zarbaga ilinar degan maqsadda tinmay hujum qiladi. Biroq Yan uchun bu zarbalar juda sekin. U har safar bemalol chetga chiqib qutuladi. Yan darajali berserker kuchli bo'lsa-da, tegmagan zarbaning hech qanday qadri yo'qligini aytadi. U ko'rona urinishlar shunchaki kuchni sovurish ekanini juda yaxshi biladi va buni Xungiga ochiq-oydin aytdi. 3 yillik birga o'qish davomida u yigitning jang uslubini yodlab olgan. Yan qarshi hujumga tayyorlanib, Xungweiga uning uslubini hech qachon tushunmaganini eslatadi. Xungwei o'ziga kelgunicha, Yan uning o'ng-biqiniga kuchli zarba beradi. Bu zarba Xungweining butun vujudiga dahshatli og'riq yuboradi. Jon holatda qoladi. Yan esa o'zining haqiqiy chempion ekanini dadil ta'kidlaydi. Hamma hayratdan yoqa ushlab, qotib qoladi. F darajali hunarmand darajali berzerkerga qanday bas kelganiga hech kim tushuna olmaydi.
Hungueni joyiga o'tkazib qo'ygach, Yan ishini bajarganini his qiladi. U endi bu yerdan ketish vaqti kelganini, tez orada yovvoyi hududga yo'l olishi kerakligini o'ylaydi. Lekin yo'liga tushishdan oldin o'ziga munosibroq anjomlar topishi shart. O'zining modifikatsiya qobiliyati bilan sifatli uskuna topish unga muammo emas. Barcha berilgan anjomlarni topshirib bo'lgani uchun u endi oddiy jihozlarni sotib olishi kerak. Ammo hamyoniga qarab, qanchalik qiynalganini va intagi boshligini yana bir bor eslaydi. To'satdan orqadan kelayotgan zarbani sezib qoladi va darhol bloklab, osonlikcha to'xtatadi. Kimligini bilish uchun ortiga o'giriladi. Bu uning do'stona raqibi Chingfong bo'lib chiqadi. Chingfong uning chaqqonligini maqtaydi. 3 yildan buyon o'qish va jang san'atida tengsiz bo'lib kelayotgani bejiz emasligini aytadi. Chingfong Yan bilan ichimlik ichishga o'tiradi va Yan undan Hongi bilan bo'lgan jangni ko'rganmi deb so'raydi. Chingfong buni tasdiqlab, shunday deydi. Agar Yan uni yengolmaganda, o'zi o'rtaga tushib, o'sha vahshini do'pposlab qo'ygan bo'lardi. Chunki u tan oladigan yagona raqib shu. Chingfong Hongi kabi odamlarning umuman ahamiyati yo'qligini qo'shib qo'yadi. Yan esa Chingfong unga qarshi hech qachon bor kuchini ishlatmaganini eslatadi. Birinchi kurs finalida u taslim bo'lgan. Shundan buyon har yili shunday qilib keladi. Yan vaziyatni aniq ko'rsatib beradi. Chingfong boy badavlat oilaning farzandi bo'lgani uchun stipendiyani unga qoldirishga urinayotganini u biladi. Shuning uchun pul unga unchalik kerak emas. Chingfong buni rad etishga urinib, shunchaki Yanning shafqatsiz ko'zlaridan qo'rqqanini aytadi. Yan esa bu fursatdan foydalanib, undan bir narsani so'raydi. Milliy yangi o'quvchilar turnirida to'qnash kelib qolsak, yana taslim bo'lasanmi? Chingfong buni qat'iyan inkor etadi va bu safar unday bo'lmasligini aytadi. U Yan bilan bor kuchini ishga solib, jang qilishga va'da berib, qadah ko'tarishadi. Chingfong Yanga 2000 kreditlik karta tashlab, undan bori strategiyasini sotib olmoqchi ekanini aytadi. Ketayotib, Yan strategiyani tezroq yuborishini eslatib o'tadi. Yan esa albatta yuborishiga so'z beradi. Yan yengil nafas olib, do'stining bu yordamini kelajakda albatta qaytarishiga va'da beradi. Endi cho'ntagida 2000 kredit bor. Bozor aylanib, xarid qilishni rejalashtiradi. Qanaqa nodir buyumlar topib qolarmikin deb o'ylaydi. Yan o'zi bilgan eng arzon qora bozorga yetib keladi. Garchi u yerdan mo'jiza kutmasa ham, barcha sotilayotgan narsalar juda oddiy ekanini ko'radi. Lekin bu umuman yo'q degani emas. Tez orada u do'konlardan birida shamol bo'ri kristalli qilichni ko'rib qoldi. Bu E+ darajali qurol bo'lib yasalgani. Meteor temiri va 5-darajali sirli kristal bilan uyg'unlashgan. Shamol kuchini ishga sola oladi. Sotuvchi Yanga narx 18,000 ekanini aytadi. Chunki qilichning holati ancha past. Kamida 25,000 ga ketardi. Yan buni kutgan edi. Shuning uchun ajablanmadi. U oddiyroq ko'ringan boshqa bir qilichga yuzlandi va narxini so'radi. Sotuvchi bu qilich 1,5 turishini aytdi. Bu oddiy po'latdan yasalgan. E- darajali ajur qilichi edi. Yan darhol sotuvchi bilan kelishib olishga qaror qildi. Agar u qimmat qilichni tuzatib bersa, bunisini menga bepul berasanmi dedi u. Sotuvchining ko'zlari chaqnab ketdi. Rostdan eplay olasanmi deb so'radi. Yan o'z qobiliyatini ishga solib, tabassum qildi. U sotuvchiga sinab ko'rishdan boshqa yo'l yo'qligini aytdi. Aslida Yanning maqsadi u qimmat qilich emas. Aynan shu ajur qilichi edi. Chunki u o'z mahorati bilan buni afsonaviy qurolga aylantira olardi. Sotuvchi Yandan so'radi. Sen chidamlilik darajasiga egamisanki? Bu juda qiyin va xavfli jarayon. Yan esa F darajali hunarmand ekanini sovuqqonlik bilan aytdi. Sotuvchi o'zi ham D darajali temirchi ekanini maqtanib qo'ydi. U qurollarni mendan yaxshiroq tushunmaysan. Men ham buni tuzata olmagan bo'lardim dedi. U talaba bo'lgani uchun unga achinib maslahat berdi. Chidamlilik nolga tushsa, qurol butunlay yo'q bo'ladi. Uni ta'mirlash uchun qurolning ichki tuzilishini his qilish kerak. Sehrli oqimni tushunib, uni ichkaridan qayta tiklash lozim. Sotuvchi agar ish o'xshamasa, qilich batamom yaroqsiz bo'lishidan ogohlantirdi. Agar xato qilsang,
18 mingni to'lab berasan deb shart qo'ydi. Kexon ham o'sha yerda edi va hammasini kuzatib turardi. Sotuvchi haq gapni aytayotgan edi. Chunki hatto B darajali ustalar ham bunday qurolni tuzatishda qiynalishadi. Ammo Yan xavotirda emasdi. Chunki o'tmishdi. U o'z darajali afsonaviy qurollarni ham ta'mirlagan. Ko'p hunarmandlar F darajadan o'tolmay taslim bo'lishadi. Lekin Yan har doim hammadan ustun bo'lishga intilgan. U o'zini chegaragacha sinab, tinmay mashq qilgan, qayta tug'ilgandi. Bu uning eng katta kuchiga aylandi. U bunday oddiy qurolni tuzatishni qiyin ish deb hisoblamaydi. U ish boshlagan edi. Atrofdagilar hayratdan yoqa ushlashdi. Hatto Kekson ham tushunib yetdiki, Yan o'z va'dasida turadigan yigit. U haqiqatan ham yordam bera oladi. Yan qilichni tuzatib, sotuvchiga uzatdi. Sotuvchi quvonch bilan qilichni tekshirib ko'rdi va Yandan uzr so'rab, uni maqtab yubordi. Sen chinakam usta ekansan deb, Azyur qilichini unga topshirdi. Uning unga tegishli ekanini aytdi. Jan qilichni mamnuniyat bilan oldi va buni soxta artefaktga aylantirishi mumkinligini darrov angladi. Jan o'z qobiliyati bilan qilichni afsonaviy Chingang qiligiga o'zgartirdi. Ma'lum bo'lishicha, qadim zamonlarda bu qilichni dushman saflarini osonlikcha yorib o'tgan urush xudosi ko'targan ekan. Bunday qilich bilan Jan 2000 tangani tejab qolishi mumkinligini tushundi. Chunki universitet to'lovi hazilakam pul emas. Otasi vafot etgandan beri opasining hayoti oson kechmayapti. U opasi kelajakda buyuk inson bo'lishini bilsa-da, hozircha qizning uyga qamalib qolganidan xavotirda. Shu bois kollejga ketishdan oldin unga tirikchilik uchun pul qoldirishni rejalashtirdi. Jan ketmoqchi bo'lib turganda, orqasidan tanish ovoz uni yollashni so'raganini eshitdi. Orqasiga o'girilib qaradi. Bu Kexen edi va u rozi bo'lsa, 50 ming to'lashga tayyorligini aytdi. U Janga 10 darajagacha ko'tarilishiga yordam berishi kerakligini tushuntirdi. Qiz hozir 3-darajada ekan. Jan uni yollashi mumkinligini aytdi. Kexen buni eshitib xursand bo'ldi. Jan esa pulozat oyogi bilan kelgandan minnatdor edi. Shu zahoti Kexen sotuvchi oldiga yugurib borib, iblis qilichini sotib olmoqchi ekanini aytdi. Sotuvchi mag'rurlik bilan qilich to'liq chidamlilik darajasida ilgani uchun 25 ming turishini ma'lum qildi. Kexen hamyonidan pulni chiqarib, sotuvchini hayratda qoldirdi. Sotuvchi qiz boy oiladan ekanini anglab, aqldan oza yozdi. U darrov iblis qilichini uzatdi. Jan esa Kexenning yordamchi kuchidan o'zini kuchaytirish uchun qanday foydalanish haqida o'ylay boshladi. Qilichni Janga taqdim etdi. Buni ilk uchrashuv uchun sovg'a ekanini aytib, qaytarib bermaslikni tayinladi. Jan buni kutmagan edi. Qizning bunday oliyjanobligi uni qoyil qoldirdi. Jan quvonch bilan qilichni oldi va minnatdorchilik bildirdi. Kexen Jan kelajakda buyuk bo'lishini sezdi. Shuning uchun unga yordam berishdan qizganmadi. Bu investitsiya o'zini oqlashiga ishondi. Jan darhol yangilar uchun mashg'ulot maydoniga yo'l olishni taklif qildi. Birozdan so'ng ular Charging Beast mashg'ulot maydoniga yetib kelishdi. Yangi qurol bilan Jan maxluqlarni xamir kesgandek osonlikcha yengdi. Kexen esa ortdan turib yordam berib turdi. Ular yangi rekord o'rnatishdi. Kexen esa darajasini oshirib oldi. Ular borilar bazasida ham yangi rekord o'rnatib, hammani lol qoldirishdi. Jan Yao oilasidan bo'lgan Kexen bilan hamkorlik qilayotganini ko'rib, atrofdagilar yanada hayratda qolishdi. Mamlakatning top 10 taligiga kiruvchi Dolly savdo gildiyasining raisi Kexenning otasi ekan. Kexen to qizinchi darajaga yetgandi. Charchoqoni his qilib, dam olishni taklif qildi. Ammo Jan yurishda davom etishlarini aytdi. U qizning hozirgi ko'rsatkichlari bilan bunga bardosh bera olishini uqtirdi. Bu so'zlar Kexenni ruhlantirdi va u is darajali yordamchi bo'lgani uchun Jan kabi harakat qilib ko'rmoqchi ekanini aytdi. Jan allaqachon 13-darajaga yetgan edi. Yan unga aytadiki, biz endi xavflilik darajasi S bo'lgan yagona o'quv bazasi Netherflame Boar bazasiga yo'l olamiz. Baza darvozasiga yetib kelganimizda esa mas'ul ritsar xavotirga tushib qoladi. U Yan barcha bazalarda rekordlarni yangilaganini bilishini aytadi.
Lekin Netherflame boar, qiroli quyonlar yoki bo'rilar kabi oddiy emas. U ancha xavfli ekanini eslatadi. Yan esa ishonch bilan tavakkal qilsang, yutug'ing ham shunchalik katta bo'lishini aytadi. Xatar qancha yuqori bo'lsa, mukofot ham shunchalik katta. Tavakkal qilmagan odam hech qachon cho'qqiga chiqa olmasligini u yaxshi biladi. Yan xavotirda emas. Chunki yonida darajali yordamchi Kexam bor. Yan ortga chekinmasligini ko'rgan ritsar ularni ichkariga qo'yishdan o'zga chora topmaydi va ularga omad tilab qoladi. Yan omadga hamisha ehtiyoj borligini bilib, buni mamnuniyat bilan qabul qiladi. Zindonda bir muddat yurganimizdan so'ng, Kexan atrofda hech qanday maxluq ko'rinmayotganidan ajablanadi. Yan esa bu yerda mayda-chuydalar yo'qligini, bu yerda faqat bitta bosh maxluq borligini tushuntiradi. Kexon buni eshitib dahshatga tushadi. Lekin birdan uzoqdan bosh maxluq ko'rina boshlaydi. Kexon ulkan maxluqni ko'rib, qo'rquvdan hushidan ketay deydi. Yan esa aksincha, ikki qilichini sug'urib, munosib raqibni kutib olishga shaylanadi. Bu ulkan yirtqich 15-darajali arvoh cho'chqa qiroli. U arvoh olovidan foydalanish qobiliyatiga ega. Bu afsungarlik g'orlaridan chiqqan dahshatli maxluq va u nihoyatda tajovuzkor. Tanasidan chiqayotgan serli arvoh olovlari 200 darajagacha issiqlik hosil qila oladi. Yan yirtqich bilan to'qnashishga tayyorgarlik ko'rar ekan. Kexonga hayot energiyasini saqlab qolish uchun muqaddas nur serini ishga solishni buyuradi. Kexon rozi bo'lib, farishta mahoratini faollashtiradi. Yan esa maxluqqa tashlanadi. U birinchi zarbani berish bunday qudratli maxluqqa qarshi eng yaxshi taktika deb hisoblaydi. Havo bo'ylab yan tortishish, kuchli va shiddatli burilish yordamida maxluqning bo'ynini kesib tashlashni rejalashtiradi. Biroq uning ajoyib rejasi kutilganidek amalga oshmaydi. Yan hujum qilganida maxluq osmonga sakrab, o'tkir tishlari bilan zarbani to'sib qoladi. Yan tushkunlik bilan bu strategiyadan voz kechishga qaror qiladi. Maxluqni ikkinchi marta aldash qiyinligini sezadi. Bu cho'chqa qiroli o'zi mag'lub etgan oldingi boshliqlardan ancha aqlliroq ekanini tushunadi. Yan vaziyatdan foydalanib, o'zining azur po'lat qilichini o'zgartirishga qaror qiladi. Kexon uning haqiqiy kuchini sezib qolmasligi uchun buni havoda amalga oshirishi kerak. Shu tariqa, Yan po'lat qilichni Ching Gang qilichiga aylantiradi. Oddiy azur qilichi aslida hech narsaga yaramaydi. Lekin Ching Gang qilichining zarbasini to'sish cho'chqa qiroli uchun imkonsiz. O'zgartirishdan so'ng, Yan qilichni afsonaviy King Gang qilichining 10-darajali nusxasiga aylantira oladi xolos. Asl nusxadan pastroq bo'lsa-da. Bu nusxa ham ulkan kuchga ega. U hatto temirni ham xamir kabi kesib o'tishi yoki raqib zirhini parchalashi mumkin. Sifati past bo'lishiga qaramay, Yan natijadan norozi emas. Chunki u tushunadi. Uning o'zgartirish qobiliyati havodan xudo darajasidagi artefaktlar yarata olmaydi. Biroq 15-darajali cho'chqa qirolini yengish uchun bu yetarli. Bunday qurol bilan uning statistikasi sezilarli darajada oshib, ustunlikni qo'lga kiritadi. Jan birdayga tashlanadi va bor kuch bilan uning tishini kesib o'tadi. Maxluq esa g'azabdan yonib ketadi. Kexon chalg'igan bir paytda Jan hech kim sezmasidan qilichini tezda Azure Steel qilichiga almashtiradi. Shu payt Kexon ko'rgan narsasidan hayratda. Iran quroli shunchalik zarar yetkazganiga uning ishongisi kelmayapti. Bu qurol emasligiga amin. Chunki yovvoyi cho'chqaning eng qattiq joyi tishi bir zarbda uzilib tushdi. Biroz o'ylab olgach, Kexon barchasi Yanning kuchidan, qurolning esa bunga aloqasi yo'qligiga xulosa qiladi. U ikkita Frank klassga ega bo'lgan va buncha rekord yangilagan odam ko'pchilik A rangdagilardan ham kuchliroq bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Kexon chuqur o'ylarga cho'mgan paytda Yan uning yuziga qarab, xayolida qanaqadir g'alati narsalarni o'ylayotganini tushunib yetadi. Hali yengilmagan maxluq borligi uchun Yan uni haqiqatga qaytarib chaqirib oladi. Keyin esa unga buyruq beradi. Uni muqaddas nur bilan qoplashni. Aks holda maxluqni yenganda u tajriba ballarini ololmasligini aytadi. Kexon eslatgani uchun rahmat aytib, muqaddas nur ko'nikmasini faollashtiradi.
Kexon uni nur bilan qoplar ekan. Jan to'ng'izlar shoxini yo'q qilishga tayyorlanadi. U biror strategiya o'ylab topmoqchi bo'ladi. Yan navbatdagi hujum uchun modifikatsiya ko'nikmasidan foydalansam ekan deb o'ylanadi. Demoni qilichining nomini navbatdagi zarba uchun o'zgartirishni xayol qiladi. Lekin mos nom topishga qiynaladi. Katta nomlarni o'ylab ko'rgach, Yan to'xtab qoladi. Chunki noto'g'ri nom ishni barbod qilishi mumkin edi. Tavakkal qilmaslikka va o'z oyog'iga bolta urmaslikka qaror qiladi. Aynan shu payt to'ng'izlar shoxi Netherflame Charge ko'nikmasini ishga solib, Yanni haqiqatga qaytaradi. Ishni yakunlashga tayyorlanar ekan, Yan Netherflame Charge zarbasini boshqa narsaga o'zgartirishga qaror qiladi. Nimaligini o'ylab, Kexondan ko'zini yumishni so'raydi. Hayron bo'lgan Kexon sababini so'raydi. Yan esa shunchaki unga ishonishini aytadi. Undan keyin bo'ladigan voqealarni hazm qila olmasligi mumkinligini tushuntiradi. Kexon ikkilanmay itoat qiladi. Ko'rinish dahshatli bo'lishidan cho'chiydi. To'ng'izlar shoxi olovli yong'oqday unga qarab yugurib kelayotganda, Jan modifikatsiya ko'nikmasini yoqadi. Barmog'ini shiqillatib, u to'ng'izning hujumini Netherflame Driftga aylantirib qo'yadi. Modifikatsiya muvaffaqiyatli ishga tushgach, maxluq sekinlashadi va havoda xuddi drift qilayotgandek suzib qoladi. Yan uni Zootopia multfilmidagi Flashga aylantirib qo'ygandan to'ng'izlar shoxi ham garang. O'z asardan mamnun Jan hujumga o'tadi va yo'l-yo'lakay ajyur qilichini Chingang qilichiga o'zgartiradi. Birgina kuchli zarba bilan Yan maxluqning bo'yniga urib, uni yengadi. Tizim zudlik bilan uni xabardor qiladi. To'ng'izlar shoxi o'ldirildi va tajriba ballari uning statistikasiga qo'shildi. Bu ballar bilan u 15-darajaga ko'tariladi. Yan eng kuchli yangi boshlovchi bossni yengib, ketma-ket 2 daraja oshganidan hayratda. Shu payt Kexonning ko'zlari yumiliq bo'lsa-da, tizim xabarini va mukofotlarni eshitadi. U 3 marta daraja ko'tarilib, 12-darajaga yetganidan karaxt. Bu esa Yan haqiqatan ham maxluqni yengdimikan degan savolni tug'diradi. Qilichni asl holiga qaytargach, Jan Kexon tomon yuradi. Sirini bilib qolmasin deb ko'zini yumdirgan bo'lsa-da, Kexonning itoat qilgandan Jan ajablanadi. Yan bundan mamnun. Ichida reja tuzadi. Kexon mukammal sherik itoatkor, bo'y va ustiga ustak davolash qobiliyatiga ega. Yan uni guruh bo'lib o'tiladigan zindonlarga o'zi bilan olib ketmoqchi. Oradan bir necha daqiqa o'tdi. Yan Kexonga ko'zini ochishni aytib, darajasi ko'tarilganini xush xabar qiladi. Ko'zini ochgan Kexon o'lik maxluqni ko'rib, karaxt bo'lib qoladi. U Yan shunday dahshatli maxluqni yolg'iz o'zi yenganiga ishona olmaydi. Yan yo'lga hozirlanar ekan. Kexon unga qoyil qolib tikilib turadi. U Yan nafaqat noyob iste'dod, balki mehribon va ishonchli inson degan xulosaga keladi. Kexon uni to'xtatib, haqini uzatadi. Minnatdorchilik sifatida unga kichik bonus ham qo'shib beradi. Yan sovg'a saqlash uzugi ekanini ko'rib, hayratdan ko'zlari katta-katta bo'lib ketadi. Bu uzuklar juda qadrli, chunki ular fazoviy ser singdirilgan kristaldan yasalgan. Saqlash uzuklari jismoniy qonunlarga bo'ysunmaydi. Ularga istalgan narsani joylash mumkin. Hatto eng kichiklari ham 100 minglab tangaga sotiladi. Juda qimmatbaho buyum. Narxini bilgan Yan uni olishdan bosh tortadi. Ammo Kexon o'zida qat'iy Yan bunga ko'proq loyiq deb hisoblaydi. Kelishilganidan 2 daraja ko'proq yordam bergani uchun buni olishi shartligini aytadi. Yan uning gapi to'g'riligini tushunadi. Chunki uni yakka holda daraja ko'tarish missiyasi kutmoqda. O'lja to'plash uchun bu uzuk juda qo'l keladi. Oxiri Kexonning sovg'asini qabul qilishga qaror qiladi. Evaziga esa qadriyatlarga zid bo'lmagan har qanday ishda yordam berishga so'z beradi. Kexon va Yan birgalikda yo'lga tushishadi. Tashqarida esa odamlar yangi o'quvchilar reytingini muhokama qilish bilan band. Talabgorlarning darajalari bir-biriga juda yaqinligi barchani hayron qoldiradi. Bu yil Nanyong shahrida iqtidorlilar juda ko'payib ketgan. Shaharda S va A darajali jangchi sinflar juda ko'p ekan. Ayniqsa, Nanyong 7-maktabida vaziyat o'zgacha. Mish-mishlarga ko'ra, u yerda 3 ta S darajali jangchi uyg'ongan. Yan va
Kexan reytingni ko'rish uchun olomon safiga qo'shilishadi. Yan Xali ham birinchi. Ammo boshqalar uni tez orada quvib yetishini biladi. Chunki ortidagi 3 nafar raqib eng yuqori darajali jangchi sinfga ega. Ulardan biri Nanyong 3-maktabining eng yaxshi o'quvchisi Li Yong. Li Eong S darajali qilichlar avliyosi. Yaqin masofadagi jangda unga teng keladigani yo'q. Ikkinchi daholardan biri Nanyong 9-maktabining jang san'ati ustasi Jong Hong. U dahshatli hujum kuchiga ega A darajali olovli musht ustasi. Uchinchisi esa Lu Yuan. U chaqqonlikka asoslangan S darajali shamol qotili. U pistirma qo'yishda tengsiz. Yan o'tgan hayotida bu daho yigitlarning muvaffaqiyatini ko'rgan. Bu gal Yan ulardan o'zib Nanyong shahridagi 100 ta eng kuchli jangchi qatoriga kirmoqchi. Buning uchun u bu iqtidorlar bilan ertami-kechmi to'qnashishi kerak. Yan ularga qarshi chiqib, birinchilik uchun kurashadigan kunni intizorlik bilan kutadi. U uyga qaytib, singlisi Jang Yaoga e'tibor qaratishni o'ylaydi. O'tgan hayotida Yan uydan olib ketilib, boyvachchalar uchun buyumdek ishlatilgan. Singlisi yolg'iz katta bo'lgan. Yan esa uni boshqa ko'ra olmagan. Ikkinchi imkoniyat. Yan endi o'tmish xatolarini tuzatishga qasamyod qildi. Oradan biroz vaqt o'tib, u Kixon bilan xayrlashdi. Qiz esa uni navbatdagi zindon reydiga qo'shib olishni so'radi. Yan o'zi uy deb bilgan joyga yetib keldi. O'tgan hayotida olib ketilgandan keyin u bu uyga boshqa qaytmagan edi. Singlisi Yao haqidagi xabarlarni u faqat begonalardan eshitardi. Garchi ular boshqa ko'rishmagan bo'lsa-da, Yao kelajakda kuchli arangli jangchi bo'lib uyg'ondi. Yao u bilgan o'sha odamovi qiz bo'lib qolmoqda. Uyga kirishi bilan Yao akasini kutib olib, ovqatlanishga taklif qildi. Yao 15 yoshli uyatchan 9-sinf o'quvchisi. Ota-onasi g'or fojiasida halok bo'lgandan beri odamlardan uzilib qolgan. 3 yil oldin ota-onasi hayot edi va Yao butkul boshqacha edi. U juda quvnoq va hozirgiga qaraganda ancha baxtliroq edi. Ota-onasining o'limi unga qattiq ta'sir qildi va uni o'z qobig'iga o'ralib qolishga majbur etdi. Ovqatlanish jarayonida Yao to'satdan maktabni tashlamoqchi ekanini e'lon qildi. Yan hayron qoldi va buning sababini so'radi. Singlisi o'qishda eng zo'ri ekanini bila turib, nega bunday qarorga kelganini tushuna olmadi. Yan kirish imtihonlari yaqinligini va bunday baholar bilan o'qishni tashlash aqldan emasligini aytdi. Yao esa o'zi Yan kabi katta yutuqlarga erisha olmasligini tushuntirdi. U akasining shahar reytingidagi yuqori natijalarini ko'rganini tan oldi. U Yan har doim tinmay mehnat qilishini maqtadi va akasi kelajakda buyuk inson bo'lishiga ishonishini aytdi. Yao akasi dunyoni himoya qilish uchun tug'ilganiga ham qat'iy ishonadi. Biroq odamoviy tabiati tufayli Yao o'z qobiliyatiga umuman ishonmaydi. Hatto jang san'ati va o'qishdagi eng yuqori natijalariga qaramay, u Yanga tirikchilik xarajatlariga yordam berish uchun ishlamoqchi ekanini aytdi. Tushuntirishlariga qaramay, Yan uning bu bahonasiga ishonmadi. Maktabni tashlashning asl sababini aytishni talab qildi. Yao javob berishga ulgurmay, amaki Kuan uyga bostirib kirdi. Xonadagi taranglikni sezib, u kirishga ikkilanib turdi. Kuan o'z qarz kompaniyasi haqida nolib, ularni bezovta qilganidan afsusdaligini bildirdi. Kuan Akuan shoshilinch mikroqarz kompaniyasining egasi ekan. Oxirgi 2 yil davomida Yan va Yao tirikchilik uchun Kan kompaniyasidan qarz olib kelishgan. Yaoning yuz ifodasiga qarab, Yan Kuan uyga avvalroq kelganini payqab qoldi. U aynan shu narsa Yaoni o'qishni tashlashga undagan haqiqiy sabab deb o'yladi. U singlisi akasining reytingini ko'rib, o'qish xarajatlari uchun puli yo'qligini bilgach, shunday qarorga kelganini tushundi. Yao o'zining porloq kelajagini Yanga yuk bo'lmaslik uchun qurbon qilmoqchi. Axir Yanga kollej uchun katta mablag' kerak edi. Yan Kuandan oxirgi 2 yil uchun qancha qarz ekanliklarini hisoblashni so'radi. Kuan foizlarsiz 43 ming qarz ekanliklarini aytdi. Pul uchun ularning oldiga kelganidan o'zini noqulay his qildi. Ammo kompaniyasi og'ir ahvolda edi. Yan Kuanga Kexandan olgan 50 minglik to'lovni uzatdi. U ortiqcha qolgan qismini qarz foizi sifatida olishni buyurdi. Kuan hayratda qoldi. Yao esa akasi pulni qayerdan olganini bilmay hayron edi. Yan tushuntirib qo'ymoqchi edi-yu.
Begona odam oldida bu haqda gapirishni istamadi. Yanning niyatini sezgan Kuan darhol xayrlashib, yordam kerak bo'lsa telefon qilishlarini aytib chiqib ketdi. U ketgach, Yao shubhalanadi. Yan bu pullarni qayerdan topdi? Yan esa uning boshini silab, hammasi halol ekaniga ishontiradi. Tashvishlanma deydi u. Shahardagi eng kuchli yuztalikka kirishim aniq. Yan yana maqtanib qo'yadi. Nanyong shahri imtihonida birinchi lep. 300 minglik mukofotni olaman. O'qishni tashlama. Kelajagingni barbod qilma deydi. Yao tushunadi. Akasi uning bahonalarini darrov payqagan. Sababini ham biladi. Yan unga bank kartasini tutqazadi. Pul topish yo'llari ko'p deb ishontiradi. Garchi hozircha ularni ishga solmagan bo'lsa-da, Yan o'qish va mashq qilishni buyuradi. Chunki u cho'qqiga chiqqach, hamma faqat singlisiga e'tibor qaratadi. Birinchi raqamli odamning singlisi bo'lish oson emas. Bosim kuchayadi. Shuning uchun u o'zi sinfida eng kuchlisi bo'lishi shart. Titrab ketadi va yig'lab, Yanni quchoqlab oladi. U hech qachon oilasini sharmanda qilmasligiga qasam ichadi. Yan uni yupatib, endi ham pul ishlashni, ham daraja oshirishni boshlayman deb qaror qiladi. Qat'iy niyat bilan. Nanyong shahrida eng yuqori natijani olishga so'zit beradi. Orzusiga yetish uchun Yan odamlar nazorat qilmaydigan hududga jinlar o'riga otlanadi. Chunki u yerlar daraja ko'tarish uchun eng ideal joy. Masalan, zaharli ajdarho vodiysi. Bu yer ham xavfli, ham imkoniyatlarga boy. Yirtqichlar ko'pligi bois. Yan bu yerni yakka tartibda o'sish uchun eng tezkor joy deb biladi. Mish-mishlarga qora. Vodiy tubida nodir ajdarho turi yashaydi. Yan o'sha mahluqni topib, tuxumini qo'lga kiritishni orzu qiladi. Universal Craft mahorati bilan u kuchli va sodiq yirtqich yaratishi mumkin. Yan hayajonda. Vodiy imkoniyatlaridan foydalanib, sirli kristallarni sotib, oson pul ishlashni ko'zlaydi. Dunyoni zabt etish orzusini ro'yobga chiqarish uchun Yan ertasi kuni jinlar oridagi zaharli ajdarho vodiysiga borishga ahd qiladi. Tongda Yan Nanyong shahrining jinlar o'riga ketuvchi avtobusga o'tiradi. Avtobusdan tushishi bilan Yan keyingi qadamlarini rejalashtiradi. Vodiyga o'tish uchun avval jinlar o'ri orqali o'tish shart. Yan shu paytda u yerda odam ko'pi bo'lishini taxmin qiladi. Jinlar o'ri Nanyong shahri bilan yagona yo'lak orqali bog'langan. Or ichida esa odamlarning yirtqichlarga qarshi asosiy qal'asi joylashgan. Nanyong jinlar o'rini 70-darajadan yuqori 2 boshliq boshqaradi. O'tgan hayotida Yan ularga qul kabi ishlashga majbur bo'lgan edi. Orga kiribok. Yan qurollangan ko'plab odamlarni ko'radi. Ular orga kirishi bilanoq har qanday vaziyatga tayyor turishadi. Ularning qurollari katta boylikka teng ekanligini Yan darrov sezadi. Ammo Kehan bergan uzuk oldida bular hech narsa emas. U nihoyatda boy. Birozdan so'ng Yan zaharli ajdarho vodiysiga yaqin sharqiy darvozaga yetib keladi. Bu vodiy jinlar ordagi eng xavfsiz zona hisoblanadi. Bu yerdagi yirtqichlarning darajasi 13 va 18 orasida. Yan buni o'zi maqsadlari uchun eng qulay nuqta deb biladi. Sharqiy darvozada Yan odatdagidek soqchilarga hujjatini ko'rsatib, yana mazax ostida qoldi. Nahotki u o'zini tentakdek tutsa. Kapitan ikkita chiqindi qilichi bilan vodiyga yo'l iz kirmoqchi ekanini eshitib, hayron qoldi. U yigitni ogohlantirdi. Yangi kelganlar mashq ulot maydoni bu yovvoyi jinlar ordan butunlay farq qiladi. Ogohlantirishga qaramay, Yan xotirjam qoldi va g'amxo'rligi uchun kapitanga rahmat aytdi. Soqchilar yonidan o'tar ekan. Yan barcha sog' salomat qaytishiga jasorat bilan va'da berdi. Ammo kapitan baribir xavotirda edi. Bu bechora yigitning o'lib ketishini istamasdi. Uni to'xtatish uchun yugurdi. Lekin Yan chaqqonlik bilan chetlab o'tdi. Kapitan dovdirab qotib qoldi. U 30-darajali uy ongan jangchi bola turib. Oddiy chiqindi yigitni tutib qola olmaganiga ishonmasdi. Sheriklardan biri Yan haqida haqiqatni aytib, uni tinch qo'yishni maslahat berdi. Ma'lum bo'lishicha, u darslarni mensimay, barcha yutuqlarni yangilagan o'sha yigitning o'zi edi. U Yan eng zo'r ekanini tasdiqladi. Ham o'qish,
ham jangovar qobiliyat bo'yicha maktabning yulduzi va eng kuchli abituriyent. Kapitan karaxt bo'lib qoldi. Bunday ko'ksiz qurol bilan bunchalik kuchli bo'lish mumkinligiga ishonish qiyin edi. Bu unga ertakdek tuyulardi. Chunki oldingi yillardagi eng kuchli jangchilar ham bunday mahorat ko'rsatmagan. Ular uning kuchini muhokama qilayotgandi. Yan zaharli ajdaho vodiysiga kirib bordi. Bu joy imkoniyatlarga to lab olsa-da, havosi zaharli gaz bilan qoplangan. Shuning uchun zaharli dorilar tirik qolishning yagona yo'li. Yan ombor halqasidan dori olib, ichib oldi. Dorining ta'siri atigi 3 soatga yetadi. Pul kamligi uchun har bir soniyani tejab, samaraliroq harakat qilishga qaror qildi. U dori ichishi bilan 13-darajali 3 ta zaharli kaltakesak hujumga o'tdi. Ammo Yan tayyor edi. Bu mavjudotlar uning pogonalar ko'tarish yo'lidagi qadamlari xolos. Ajur po'lat qilichi bilan ularni bir zarbada kesib tashladi. Har bir o'ldirilgan maxluq uchun tajriba ochkolarini olib, darajasini oshirdi. Yan bundan juda xursand. Atigi 3 ta kichik maxluq uning taraqqiyotiga katta yordam berdi. U vodiy ichkarisiga qarab, yangi o'lyalar ovlashni intiqlik bilan kuta boshladi. Birozdan so'ng u bir to'da maxluqlarga duch keldi. Yan tezroq ishlarni yakunlash uchun modifikatsiya qobiliyatini ishga soldi. Ajur po'lat qilichini oltin qilichga o'zgartirib, jasorat bilan hujumga tashlandi. Yan osonlik bilan zaharli ko'r shapalaklarni qirib, ularga yana ko'proq kelishni buyurdi. Ularning ko'pini yo'q qilgach, u katta tajriba yigib, u 3-darajaga ko'tarildi. Keyin esa yirtqich o'ti maxluqlarni ham hech qanday qiyinchiliksiz yanchib tashladi. Yana bir katta tajriba evaziga darajasi 17 ga yetdi. Navbatdagi nishon katta miqdordagi zaharli qurbaqa maxluqlari. Yan ularni ham osonlikcha yengib, tajribasini oshirdi va 18-darajaga chiqdi. Bir muddat o'tib, u hordiq chiqarish va kuch to'plash uchun to'xtadi. Darajasi ko'tarilgan bo'lsa-da, buncha maxluqni o'ldirib, birorta ham sirli kristal topmagani uni ranjitdi. Nahotki bugun omadi kelmayotgan bo'lsa. To'satdan orqa tomondan Yan barcha maxluqlarni ozi o'ldirdimi? deb so'ragan ovoz eshitildi. Yan o'girilib, o'zini xo'jayindek tutib kelayotgan 2 yigitni ko'rdi. Yan uni darhol tanidi. Nanyongning 7-sirang uyg'oqchisi Lu Yuan. Xalq orasida uni shamol qotili deb atashadi. Lu oilasining yosh merosxo'ri. Nanyong shahridagi eng nufuzli uyg'oqchilar urug'idan biri. Yan chuqur o'yga tolgandi. Yuanning hamrohi uni kar deb o'ylaydi va javob talab qiladi. Haligi kimsasiz yugurdakka tikilib qoladi. Qisqa sukunatdan so'ng Yan o'rnidan turadi va nihoyat gapiradi. U jasorat bilan so'raydi. Javob bermasam, nima qilmoqchisan? Yan bunday munosabati bilan yugurdakni g'azablantiradi. Haligi odam Yuanning maqomini o'rtaga tashlab, og'ziga kelganini va'va qiladi. Vaziyat keskinlashganda Yuan aralashadi va Yan bilan tanishligini aytadi. Yan kuchini maqtaydi va ularning guruhiga qo'shilishni taklif qiladi. Yan esa uni eshitmaganga olib, taklifni keskin rad etadi va ketadi. Mehnat bilan topgan ochkolarini tekinxo'r gerdaygan bolaga bo'lishib bermoqchi emas. Yuanning yugurdagi esa g'azabdan yonib ketadi. Yan qilig'iga chiday olmay, nega xo'jayini unga dars berishiga yo'l qo'ymaganini so'raydi. Yuan tushuntiradi. Yan iqtidorli. Dual rang uyg'oqchi buncha chuqurga yolg'iz kela olmaydi. U yugurdagiga sabrli bo'lishni buyuradi. Navbatdagi uchrashuvda Yan ustidan istagancha kulishiga ruxsat beradi. Yugurdak buni eshitib xursand bo'ladi. Axlat deb atagan Yan bilan hisob-kitob qilishni kutadi. Shu payt Yan zaharli vodiyning qarida o'z yo'lida davom etadi. Atigi bitta zahar qaytargich dorisi qolgan edi. U bir nechta yirtqichni yiqitib, 19-darajaga yetib olishni ko'zlaydi. Biroq 1 soat davomida dushman izlasa ham hech narsa topa olmaydi. Kamyob maxluq uchramagani uni yanada ko'proq xafa qiladi. Mish-mishlardagi o'sha nodir ajdaho turidagi yirtqichga duch kelishni istagan edi. Zaharli vodiyda unga o'xshash narsaning o'zi yo'q edi. Qorong'ulikdan bir narsa unga qarab otiladi. Yan o'z vaqtida reaksiya qilib, Azur qilichi bilan hujumni to'sib qoladi. Hujumdan qochib qutulganidan so'ng g'alati loyihalar ortda qolib ketadi.
Yan esa jang qilishga tayyor turibdi. Nima unga hujum qilganini anglashga urinadi va maxluqning himoya qobiliyatiga qoyil qoladi. Shu onda o'rmondan ulkan baqa otilib chiqadi. Vahshiyda ko'karadi. Bu miyazma baqa qiroli. 20-darajali maxluq. Uning tug'ma qobiliyatlari. Mutatsiyaga uchragan teri. Ulkan til va zaharli pufak. Qarshisidagi qo'rqinchli maxluqqa qaramay, Yan qo'rquv emas, balki hayajon bilan bossga qarshi chiqadi. Uni faqat bitta narsa qiziqtiradi. Nihoyat serli kristalga ega bo'lish imkoniyati. To'satdan baqa qiroli o'zining ulkan tilini ishga solib, Yan tomonga otiladi. Yan esa bemalol hujumdan qochib qoladi. Maxluq tez bo'lsa-da, Yan uni qanday yengishni allaqachon bilib olgan. O'zgartirish qobiliyatini faollashtiradi. Ulkan til hujumini qaytarish uchun uni chalkash tilga aylantiradi. Maxluq qayta hujum qilganda, tili o'ziga o'ralib, bo'g'ila boshlaydi. Yan ajuri qilichi bilan havoga sakrab, uning boshiga zarba beradi. Afsuski, bu zarba maxluqqa hech qanday zarar yetkazmaydi. Yan endi harakat qilmoqchi bo'lganida, maxluq yangi ichki mahoratini ishga soldi. U mutant qurbaqa terisi mahoratini ochdi himoyasini kuchaytirib, uni o'tib bo'lmas to'siqqa aylantirdi. Chunki maxluqning darajasi Yannikidan ancha baland edi. Unga qo'llangan modifikatsiya mahorati esa darhol o'chib qoldi. Maxluqning til bilan bog'lash qobiliyati avvalgi holatiga qaytdi. Yan rejasi aynan shu damda barbod bo'lganidan g'azabda. U tushunib turibdiki, raqibga modifikatsiya ishlatishning eng yomon tomoni shu. Darajasi yuqori dushmanga kuch ishlatish samarasiz. Vaqt qisqa yoki umuman ishlamaydi. Maxluqning tili yana unga qarab o'qdek otildi. Yan esa xotirjam bu dushmanni yengish uchun xavfli o'yinga tayyor. U afsungar qilichni modifikatsiya qilishga qaror qildi va uni g'ilofidan sug'urib oldi. Yan qilichni o'zgartirib, uni qorong'u iblis qilichiga aylantirdi. Aslida, u qilich bilan birlashadigan iblisni chaqirayotgan edi. Modifikatsiya tugashi bilan qilich dastasi ustida iblis shohining ko'zi paydo bo'ldi. Birdan qilich ichidan momaqaldiroqdek ovoz keldi. Kim meni chaqirishga jur'at etdi? Ma'lum bo'lishicha, Yan iblis shohining qilichini chaqirib olgan. Qilich kartasidagi statistik ma'lumotlar esa butkul noma'lum. Lekin qilichda 7-iblis shoh. Qon ruhiy shurning bir bo'lak ongi bor. Tizim ogohlantirmoqda. Bu qilichni ishlatish o'ta xavfli. Majburlash yaramaydi. Yan o'ziga qanday falokatni tortib olganini darrov angladi. U miyazma qurbaqasini hammasi izdan chiqmasidan oldin yo'q qilishga kirishdi. Yan bor kuchini to'plab maxluqqa zarba berdi. Birgina qat'iy zarba qurbaqa 2 bo'lak bo'lib yiqildi. Lekin bu qilich Yanning barchuchini so'rib oldi va u holdan toyib yiqildi. Nafas rostlamoqchi bo'lgan edi. Qilich uning tanasini egallashga urinib, g'alayon ko'tardi. Yan tezda uni avvalgi holatiga qaytarishga harakat qildi. Ammo afsuski, unda zarracha ham quvvat qolmagan edi. Energiyasiz qolgan Yan hatto modifikatsiya mahoratini ham ishlata olmadi. Shurning ko'zi unga tikilib turardi. Shur o'z kuchini ishlatgan bu odamdan g'azabda va uning tanasini zabt etishga kirishdi. U o'z kuchi butun dunyoni yo'q qilib, odamlarni qul qila olishi bilan maqtandi. Biroq Shur bir narsani bilmas edi. Yan bunga tayyor edi. Chunki u avval ham bunday vaziyatlarga tushgan. Yan o'rnidan turib, moviy qilichni oldi va Shur tahdidini tugatmasdan iblis ko'zini chil-chil sindirdi. Bu Shurning ongini qilichdan uzib tashladi. U g'oyib bo'larkan. Yandan o'ch olishga qasam ichdi. Yanni yomon so'zlar bilan haqorat qilib, uni qanday parchalab tashlashini aytdi. Shurning ongi yo'qoldi va Yan nihoyat o'zini erkin his qildi. Yan yengil nafas oldi, iblis endi uning ongiga tahdid solmaydi. Ammo kuchlari qaytmagani uchun qilichni hali ham o'zgartira olmaydi. Yan vodiydan chiqishdan avval kuch yig'ib, qilichni tuzatishni rejalashtirdi. O'tgan hayotida ham modifikatsiya shunga o'xshash xatoga olib kelgan edi. O'shanda u 9-iblis shoh momaqaldiroq ruhini chaqirib yuborgandi. Bu chaqiruv shu qadar kuchayib ketdiki, hatto Tasimdin darajadan yuqori bo'lgan general kelib, vaziyatni yumshatishga majbur bo'ldi. Ammo o'sha hodisa yangi bunday muammolarni qanday hal qilishni o'rgatdi.
Demonlarning hukmdorini chaqirishni to'xtatish uchun uning qurol bilan bog'langan ongiga zarba berish kerak. Kuchini tiklashni kutarkan. Yan bu dahshatli maxluqotlar qayerdan kelganini o'ylay boshladi. U hayron bo'ladi. Ular demonlar g'oridanmi yoki yanada dahshatliroq boshqa olamdan kelishganmi? Kuch-quvvati joyiga kelgach, u demonlar qiroli qilichini asl holiga qaytarib, jangdan qolgan o'ljalarni yig'ishtirib oldi. Baqa qiroliga yaqinlasharkan. Yan undan serli kristal chiqishidan umidvor edi. Va u kutganidek. Miyazma baqa qiroli jasadidan 20-darajali boss kristalli chiqdi. Uning bozor narxi kamida 100 ming tangani tashkil qiladi. Yan esa ilk yirik daromadidan rosa xursand. Kristalni olgach, u o'z saqlash halqasiga baqa va o'zi o'ldirgan barcha maxluqlarning jasadini yig'ib oldi. Chunki bular yuqori sifatli materiallar hisoblanadi. Yaxshigina pul ishlab olsa bo'ladi. Biroq, Yan ularni oddiy bozorda sotmoqchi emas. Chunki u yerda narxi arzon. U ko'proq foyda ko'rish uchun qora bozorni tanladi. Hammasini joylagach, Yan darajasini tekshirdi va baqa qiroli hamda noma'lum mavjudotni o'ldirib, ketma-ket 2 pogonaga ko'tarilganini angladi. Endi u 20-darajada. Yan esa o'sha noma'lum mavjudot Shurning ongi bo'lgan deb o'ylaydi. Yan bunday bonusni kutmagandi. Shuning uchun bu kamchilikdan o'z foydasiga foydalana olarmikan deb o'ylandi. Demon mavjudotini chaqirib, ko'zga zarba berish darajasini oshirishga yordam bergan ekan. Yan buni yana takrorlamoqchi. U tizimdagi bu xatolik uni to'g'ri 100-darajagacha yetaklashidan umidvor. Lekin bu reja juda xavfli va xato qilsa, qimmatli shahrini barbod qilib, hammasini boshidan boshlashga majbur bo'lishi mumkin. Katta balo qazoga yo'liqishni istamay. Yan bu fikrdan voz kechdi. Keyin esa yangi tugma mahoratini tekshirib ko'rdi. Odatda har 10 darajada yangi tugma qobiliyat ochiladi. Bu safar Yan 10 darajadan past bo'lgan buyumlarni parchalab, turli materiallar olish imkonini beradigan mahoratga ega bo'ldi. Shuningdek, bu qobiliyatda 10% ehtimollik bilan tanqidiy mukofot chiqishi mumkin. Bu esa materiallarni 2 barobar ko'paytiradi. Shuningdek, 1-darajali dehqon qobiliyati zararkunandalarga immunitetni ham oldi. Bu qobiliyat hosilni zararkunandalardan himoya qiladi. Yan yangi qobiliyatlaridan mamnun. Ayniqsa parchalash mahorati, chunki u pul topishning ayni o'zi. Zararkunandalarga immunitetni esa xudolar darajasidagi qobiliyat zararga immunitetga aylantirish mumkin. Afsuski, zararga immunitet unchalik ishonchli emas va cheklovlari ko'p. Biroq bu juda xavfli vaziyatlarda hayot saqlab qoladigan asosiy yutugidir. Yan zaharli ajdarho vodiysidan tezroq chiqib ketmoqchi bo'ldi. Lekin yo'lda daraxt tepasida uni kutib o'tirgan Yuanning manman xizmatkoriga duch keldi va bu xizmatkorga nima kerakligini o'ylay boshladi. Leo Tao 17-darajali qotil va B darajali jangchi. Yan ustidan kulib, xanjarlarini ko'rsatib, uni ataylab kutganini aytdi. Vaqtni bo'y bermay, Tao Yan tomon o'qdek otildi. Uni chiqindi deb atab, darsini berib qo'yish bilan tahdid qildi. Taoning tugma qobiliyati tezkor qadam bo'lib, chaqqonligini 30% ga oshiradi. Magrur Tao F darajali chiqindi o'zidek zo'r jangchini yenga olmasligiga ishonib, xanjarlarini Yan tanasiga sanchmoqchi bo'ldi. Ammo u bu fikrini oxiriga yetkazgunicha Jan bir zarba bilan uning yuzidagi ahmoqona tabassumni o'chirib tashladi. Tao uzoqqa uloqtirildi. Qattiq kaltak yedi va Jan qanday qilib undan tezroq ekanligiga hayron qoldi. U Jan haqida o'ylab bosh qotirardi. U Jan qilichini saqlash uzugidan chiqarganini ko'rib, qanday qilib uzuk borligiga hayron qoldi. Tao uchun ikki tomonlama qobiliyatsiz bir ahmoq bunday qimmatbaho buyumni sotib ololmasligi kerak edi. Jan o'zini raqib deb o'ylagan bu achinarli laganbardorga xotirjam qarab turardi. U nega ular jangovar klassni uyg otishularni yengilmas qiladi deb o'ylashini tushunmasdi. Ammo Yan shaxsiy mashg'ulotlar va kuchaygan statistikalarga ishonadi. Jangovar sezgi va darajadagi farq inson kuchiga katta ta'sir qiladi. Taoning osonlikcha Mag Lubbo ilganidan. Yan bu yigit unga nisbatan shunchaki chiqindi ekanini bildi. Biroq u Yuen haqiqatan ham jiddiy raqib bo'lishi mumkinligini sezdi. Aynan shu payt Yuen soyadan shiddat bilan chiqib keldi.
Lekin Yan uni sezib, xotirjam qoldi. Yuan hujum qilgandi. Yan uni to'sib qoldi va Yuan uning moviy oltin qilichini maqtadi. Yan ham Yuanning qilichini maqtadi. So'ngra ikkalasi ham jangdan chekinishdi. Yuan Yan uni chindan ham shunchalik kuchlimi deb tekshirish uchun duelga chorladi. Yuan uning birinchi ringga loyiq emasligiga ishonmagani uchun Yan Garovni oshirishga qaror qildi. U Yuanga qilichini tikishni taklif qildi. Yutgan odam Mag Lubning qurolini oladi. Yuan hech ikkilanmay rozi bo'ldi va darhol Yan tomonga bor tezligi bilan yugurdi. Yuanning tugma mahorati kuchli shamol zarbasi bog'lib, u Gale Street deb ataladi. Bu mahorat chaqqonlikni 80% ga oshirish uchun shamol kuchidan foydalanadi. Yuan unga qarab yugurayotgandi. Yan xuddi bu vaziyatdan zavqlanayotgandek xotirjam qoldi. U Yuanning qilichini qo'lga kiritishni intizorlik bilan kutayotganini hayajon bilan e'lon qildi. Va Yan navbatdagi qurbonidan yana bir sovg'a olishni orziqib kutar edi. Bu ahmoq yigitdan o'z o'ljasini olish vaqti keldi.